Darvishlardan ba'zilari o'tirib, yashalgan voqea yuzidan shaytonning gapiga kirib g'iybat qilishar edi. Pirdoshlar, g'iybat qilmang. Bu sizga yarashmaydi. Gaplarimiz yolg'onmi, Pirdosh? Rost so'zning g'iybat bo'lar ekanmi? Albatta bo'ladi. Hech bir oyat, hadis eshitmaganmizmi? Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalomdan g'iybat nima deb so'radilar. Allohning elchisi alayhissalom shunday deb javob qildilar. Yaxshi ko'rgan bir kishingizning ortidan unga yoqmaydigan so'zlar aytishingizdir. U yerda bo'lganlardan biri yana so'radi. Ey Allohning elchisi, agar mening gaplarim haqiqat bo'lsa-chi? Agar men aytgan qusurlar u odamda bor bo'lsa-chi? Allohning elchisi shunday deb javob berdilar. Aytganlaring to'g'ri bo'lsa g'iybatdir. Agar to'g'ri bo'lmasa, ham g'iybat, ham tuhmatdir.